Ular pul yonib qoldimi, zarilmi, bermasangiz bo'lmaydigan joyimi, sotiladigan, sotishingiz mumkin bo'lgan mashinangiz bo'lsa, olib kelsangiz, misol uchun, shunaqa odamlar bo'lsa, 15 minutda mashina bitta ko'rib olib, tekshirib, naqd pul sanab jo'natib yuboramiz. Soat nechi bo'lishidan farqi yo'q, umuman qiziq emas. Soat 12 gacha ishlaydigan notarius bor, gen qilib bersa yoki 6 soat qilib bersa bo'ldi. Sirazi pul sanaysiz. Sirazi pul sanaymiz. Agar puli to'g'ri kelmasa-chi sizlar Mabodo 300-400 dollar talashib qoladigan bo'lsa, pul sizga 2-3 kun zaril bo'lmasa, mashinani 2 kunda sotib beramiz. Kuniga 8 ta mashina sotamiz mana shu yerda. Oyiga 2 tadan ko'proq mashina sotamiz. Shular orasida ketib qoladi. Shunaqa mashinasini sotib berishga tashlab ketayotganlar ko'p. Agar sizga agar pul zarur bo'lsa, bemalol mana shu raqamlarga bog'lanib, mashinangizni 15 minut ichida baraka qilsangiz bo'ladi. Agar narxlar to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, olib kelib tashlab ketsangiz, pul zarur bo'lmasa agar 2 kunda sotib berilar ekan. Xuddi shunaqa. Kecha ham xuddi mana shunaqa bitta Gentra olib qoldi, 15 minutda pulni sanab berdi, ham katta mashina olgan ekan, olib ketdi. Videoni maksimalli mashinasini sotish mumkin bo'lgan do'stlarga jo'natib qo'yinglar, yaxshi narxlarda olib qolamiz, yerga urish yo'q.